Soğucu olsalar. Avul qo'shaloq yerto'lari deganimiz qishloq xo'jaligi yerto'lari deganimiz qishloq xo'jaligi yerto'lari deganimiz qishloq xo'jaligi yerto'lari 5 turga bo'linadi. Ekin yerlar, ya'ni ekin yerlarining o'zi 2 turga bo'linadi. Sug'oriladigan yerlar va layimlar. Keyin yaylovlar, chambarlar, bo'ylar va ko'pchiliklar bo'ladi. Yer resurslarini boshqarish. Yana mana shunda shu paytgacha o'zi yer resurslarini boshqarishdan o'tkazganmiz. Yer resurslarini boshqarish bu davlat va jamiyatning yer resurslaridan samarali va oqilona foydalanishni tashkil etish jarayoni va qonuniy tizimi hisoblanadi. Yer resurslarini boshqarish mexanizmlari bo'yicha ham oldin darslarda o'tkaziladi. Yer resurslarini boshqarish mexanizmlari deganlarni tushunamiz. Faqat shu 5 tanasi boshqalarga aralashmaydi. Darsda qatnashmaysizlar. Hozirda bu mamlakatdagi yer resurslarining boshqarish bo'yicha faoliyati, ularning usullari, yo'nalishlarini tartibga solish, amalga oshirish tizimi hisoblanadi. Mana bu o'tgan darsda bo'yicha edi. Dersler hakkında şimdi anlamamızda nazarınızda başlasam olardı dersini. O yer monitoring, yer resurslar başqarish komissiyasi sifatida yer monitoringini biz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida bu yer boshqa tabiiy resurslar kabi davlat mulki hisoblanadi va bu davlat tomonidan muhofaza etiladi. Mana yer monitoringi maqsad, yer monitoringi o'tkazishdan maqsad bu yer xaritasidagi barcha o'zgarishlarni aniqlash va ularni to'g'ri sifatini nazorat etishdan iborat. Mana bu yer monitoringi deganimizning o'zi nima? Qaysi turda amallangan? Ya'ni ular internet amallangan bo'lib, yer monitoringi kuzatish, ya'ni shu yer xaritasidagi barliq kamchiliklarni o'rganib, ularni o'z vaqtida bartaraf etishdan iborat. Mana endi biz o'zimizda yer resurslarini boshqarish qanday asoslanib yer monitoringi aytadigan bo'lsak, bu yer monitoringi yuritish davlat miqyosida xalq xo'jalik tarmoqlari bo'yicha yerlardan foydalanishda ro'y bergan jarayonlarning o'zgarishini, yer resurslarining miqdor va sifat holatini uzluksiz kuzatish tizimini tashkil etish hamda ma'lumotlar va yer resurslarining samarali foydalanishini boshqarish jarayonini ta'minlashga qaratiladi. Mana yer monitoringi natijalarini vazirlik yer resurslarini nazorat qilishda foydalaniladi hamda yerlarning holati va yer xomoshligi normalarini buzishda ma'muriy va boshqa turdagi choralarni qo'llashda foydalaniladi. Yer monitoring asosiy tushunshalar. Yer monitoring bu yer resurslarini holatini kuzatish va baholash jarayoni. Ushbu jarayon 1990-yillardan boshlab jahon miqyosida keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonda ham 2015-yildan boshlab faol amalga oshirilmoqda. Yer monitoringi orqali yerning holati, hududlarning va ekologik muammolar aniqlanadi. 2020-yilda O'zbekistonda 1 million gektar yer monitoringi o'rganildi va natijalar asosida yangi strategiyalar ishlab chiqildi. Bu umuman biz hozir amaliy dars bo'lgan shundan sizlarga ko'proq ma'lum hozir o'zimizda yer monitoringi to'g'risida nimalar bo'lyapti, yer monitoringi o'tkazilgandan keyin qanday chora-tadbirlar ishlanyapti, shu to'g'risida sizlarga o'zim tushuntirib ketay. Mana shu yer monitoringi o'tkazish bizlarda 20 mana Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 23-dekabrda 489 qaroriga asosan o'zi yer monitoringi o'tkazish uchun bitta narsaga asoslanish kerak. Unga asos yer kodeksi. Mana yer kodeksi bu asos bo'lib xizmat qiladi va yana Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 23-dekabrda 496 qarori, yana bunga asosan 427 qarorlar shu yer monitoringi o'tkazishga asos bo'ladi. Mana shu 427 qarorida qishloq xo'jalik yerlarini monitoring qilish aytiladi. Bitta nimasida yig'ilishida bayonnomasida aytilib o'tdi. Mana Toshkent viloyatining o'zida, Qoraqalpaqda emas, Toshkent viloyatining o'zida 800 ta fermerda monitoring ishi o'tkazilgan. Mana bu buning oqibatida nimalar o'zgardi?
qishloq xo'jalik ekinlari bo'lgandan keyin biz ekin yerlarini o'zlarini shu saqlab qolishimiz kerak ekin yerlarini. Mana shu monitoring o'tkazilgandan keyin 800 ta fermerda bug'doy masalasi muammo bo'ldi. Bug'doylar vaqtida ekilmagan. Ekilgan ekin shartnoma tuzilgan ekin vaqtida ekilmay shartnoma ularni bajarmagan. Mana shularda 800 ta fermerda masaladan aytadigan bo'lsak, aniqlangan 800 ta fermerni ularning har qaysida bizlardan 20 gektardan bug'doy ekiladigan bo'lsa, qancha gektar bo'ladi? Qancha? Qancha bo'ldi? 16 gektar. 16 gektar nima? Qo'rqib bemalol sotaylik. Mana 16 gektarga bug'doy ekilmagan, lekin shartnoma tuzilgan. Mana shu 16 gektarga biz har bir gektarda hozirgi kunda endi u tashkil qilayotgan bilmadim, lekin bizim qaralmoqda har bir gektarga 2 tonnadan bug'doy topshirilishi kerak. Har bir gektarga. Shu bo'yicha hisoblasak ham 16 gektarga 2 tonnadan hisoblaganda qancha bug'doy topshirilishi kerak? Qancha? 37 tonnadan bormi shu? Mana shu bug'doy davlatning xazinasiga kelib tushmagan. Mana sabab monitoring ishlatilmagandan keyin, mana monitoring ishlatilganiga bu yerlar bor aniqlanib, shu paytlarda bilsangiz, agar bug'doy bizning bozorda bemalol o'zimizda bunlar sotilmas edi, bilasizlar. Bilasizlarmi? Har bir jambasiga 2,5 kilogramlik bug'doy uchun biz ochretda turardik. O'zimizda bunda. Lekin Qozog'istonning uni bemalol bozorimizda turdi, 500 ming. Mana shularning oldini olish nima edi? Bu yerlar bizlarda ham bor. Nega bizim bug'doy o'zimizga yetmaydi deb Prezidentimiz mana qishloq xo'jalik yerlarini monitoringga o'tkazish uchun qarorlar chiqardi. Biz bemalol o'zimizning o'g'illarimiz turibdi. Biz Qozog'istonning boshqa davlatlarning o'g'illarini hech qanday ehtiyoj qilayotganimiz yo'q. Mana monitoring natijalari. Endi biz monitoringni o'tkazishda ko'proq bizlarga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kerak. Mana zamonaviy texnologiyalar yer monitoringida muhim rol o'ynaydi. Shu biz texnologiyalar va masofadan zondash orqali aniqlanadi. Endi bu texnologiya rivojlanmasdan oldin qaysi fermerga kim borib monitoring ishini o'tkazib beradi? Oldinda joylarni bilasizlar. Endi bu qaysi bir tekshirish kelayotgan bo'lsa, bemalol uni kuzatib, bundan yaxshi deganlar bo'ladi. Endi hozir hech narsani nima yashirib bo'lmayapti. Mana hozirgi vaqtda biz Sputnikdan biz texnologiya orqali masofaviy zondash orqali hamma narsani nima turibdi bilib o'tiribmiz. Hozir hech narsani yashira olmaysizlar. Mana bu monitoring ishlari. Mana qishloq xo'jaligida yer resurslarini boshqarish. Qishloq xo'jaligida yer resurslarini boshqarish yerning unumliligini oshirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirish uchun zarurdir. 21-yilda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi yerlarining 60 dan ortig'i monitoring qilingan. Mana bu yerlarni mana bu monitoring ishida barib kuzatib, haqqimiz bu yer bunday ekan deb ketmaydi, lekin shu monitoringda kuzatilgandan keyin bu yerlarning holati o'rganish qiladi. Nima sababdan bu mahsulotlar vaqtida yetishtirilmayapti? Ya'ni bu yerlarda buzilgan, to'g'ri qilingani bilmayapman. Ya'ni degradatsiyaga uchrash holatlari bo'lishi mumkin. Mana endi sizlar bilan bugun amaliy dars bo'lgandan keyin buni guruh bo'lib ishlashda sizlarga topshiriqlar berib o'tamiz. Mana bu bo'yicha 3 ta guruh tuzamiz. Hozir 3 ta guruh tuzib olasizlar, 3 ta guruhga 3 ta topshiriq beraman. Mana bu sizlar kelgusidan bo'lg'usi nimasizlar, mutaxassislar. Bu bo'yicha sizlarning o'zlaringizning fikrlaringiz qanday qilib yerlarni cho'lashdan chiqarish mumkin, qanday qilib eroziyani oldini olishimiz mumkin, qanday qilib degradatsiyaga uchratmasligimiz mumkin. Mana bular bo'yicha o'zlaringizning hozir bor bilimlaringizni menga aytib berasizlar. Mana 3 ta guruhga bo'linganlar, mana 3 ta guruhga nom qo'yib olamiz. Birinchi guruhga kuzatuvchilar. Birinchi guruh kuzatuvchilar bo'ladi. Keyingi guruh tahlilchilar. Nomimiz tahlilchilar bo'ladi. Sizlarning guruhingizdagi mutaxassislar. Mana shu 3 ta guruh. Endi bu yerda kuzatuvchilarniki yaxshi.
Maydonda sho'rlanish kuchaygan. Sizlarga topshiriq. Yozib olasizlar. Ikkinchi tahlilchilar guruhiga shamol va suv eroziyasi tufayli tuproq unumlari kamaydi. Ikkinchi topshiriq. Uchinchi guruhda noto'g'ri yerda foydalanish sababi va degradatsiya kuzatilgan. Mana shu bo'yicha hozir ularimizni yoziladi. Muammoning kelib chiqish sabablari yoziladi. Nima muammo bo'lgan? Kelib chiqishgan. Har birimizga so'rovlar tushmoqda, topshiriqlar. Xo'sh, yoziladi rahbarlarimizga. Har bir guruhda bizlar lider tanlab qo'yasizlar, shu lider menga ta'sir guruh nomidan sizga tushuntirib beradi. Birinchi ispatni. Birinchi kelib chiqish sabablari. Keyin yechim topasizlar. To'proq unumdorligi kamaygan. Sabablar yozasizlar va ishlar kelib chiqish sabablaridan nima narsa bo'ladi? Sabab bo'lishi mumkin. Yozing, daftarga yozib, guruh bo'lishlarga, guruh bo'lib qatnashishlar. Ishidagi lider kim qatnashmasa menga aytasizlar. Mana bu talaba yozinglar. Sho'rlanish kuchaygan. Yozinglar, hamma fikrlaringizni yozasizlar. Guruh bo'lib ishlar, bitta nimani lider o'zi menga tushuntirib beradi. Yozing.